haqiqiy o'zbekcha gero tanlash. Qanaqa bo'ladi? Qaysi liniyaga o'ynamoqchisizlar? Mana o'sha liniyani masalan men Romni olmoqchimanmi? Mana Atlasmi, mana Frankomi, bu Sabber nima qilib turibdi? Nima? Bosgan payt hammasini mana bitta o'tkazib chiqasizlar. Qancha tanklaringiz bo'lsa shuncha almashtirasizlar. Bittasini bosgandan keyin shunchaki tinchlanasizlar. Iloji boricha har bittasini mana bu skilllaring bo'lsa, skilllaringni ko'rsatib, maqtab aylantirishlaring kerak. Endi meniki bomishgan akkauntini to'g'ri tushunasizlar. Haqiqiy nima desam, o'zbeklar qilayotgan narsa. Skillarni bitta aylantirib, masalan, ko'rsatib keyin oxiriga masalan Atlas yo'q, boshqasini olasizlar. Qaysiga skillni ko'proq bo'lsa, o'shani ko'rsatib, maqtab odamlar joniga tegib, keyin qaysidir adaka Romga sabber olasizlar. Haqiqiy pro igrok